Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 11 iyuldan boshlab ayrim pensionerlar uchun noxush holatlar yuzaga kelishi mumkin. Pensiya kechikishi, karta orqali pul yetishda muammo chiqishi, hujjat mos kelmagani uchun to'lov vaqtincha to'xtashi yoki oldin ortiqcha olingan summa qaytarib undirilishi mumkin. Bu xabar hammani qo'rqitish uchun emas, balki odamlar oldindan tayyor bo'lish uchun aytilmoqda. Chunki ko'pchilik muammo chiqqandan keyin yuguradi. Lekin o'sha paytda vaqt ham, asab ham ketadi. Shu sababli iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, onangiz, otangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olsa, bu ma'lumot albatta kerak bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar odamga pulini, vaqtini va huquqini saqlab qolishga yordam beradi. Avval qanday edi? Oldin ko'p holatlarda pensiya va nafaqa to'lovlari odatdagi tartibda davom etardi. Pensioner har oy bank kartasiga yoki naqd shaklda pulini olardi. Hujjatdagi ayrim kichik nomuvofiqliklar esa darrov sezilmasdi. Masalan, pasport muddati tugagan, yashash manzili o'zgargan, bank kartasi egasi bilan pensionerning ma'lumoti to'liq mos emas, ishonchnoma muddati tugagan, odam chet elda uzoq muddat bo'lgan. Lekin bu haqda o'z vaqtida xabar bermagan holatlar yillar davomida sezilmay yurishi mumkin edi. Endi esa vaziyat boshqacha. Raqamli tizimlar kuchaygani sari davlat idoralari, banklar, pensiya bo'limlari, soliq, FHDO, migratsiya, ijro organlari va boshqa ma'lumotlar bazalari o'zaro solishtiriladi. Natijada ilgari ko'zga tashlanmagan xatolar tezroq chiqadi. Yomon xabar shundaki, agar pensionerning hujjatlarida, yashash holatida, bank ma'lumotida yoki nafaqa tayinlanishiga ta'sir qiladigan ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, to'lov avtomatik tarzda kechikishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Hamma pensionerning pensiyasi to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar ehtiyot bo'lishi shart. Aynan shular orasida 11 iyuldan keyin muammo chiqishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Eng birinchi e'tibor beriladigan masala bu hujjatlarning to'g'riligi. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi amalda bo'lishi kerak. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa, ism familiyada xato bo'lsa, tug'ilgan sana bir joyda boshqacha, boshqa hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa, tizim buni nomuvofiqlik deb ko'rishi mumkin. Masalan, bir pensioner ayolning pasportida familiyasi Karimova deb yozilgan, bank kartasida esa eski hujjatdan qolgan Karimova X. Ko'rinishda yoki otasining ismi tushib qolgan bo'lishi mumkin. Odatda odam buni mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin to'lov tizimi uchun bu muhim. Chunki pul kimga berilyapti? Aynan pensiya oluvchining o'zimi yoki boshqa shaxsmi? degan savol paydo bo'ladi. Natijada pul keladi, lekin karta orqali foydalanishda cheklov bo'lishi yoki bank qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ikkinchi masala bu ishonchnoma orqali pensiya olish. Ko'p oilalarda keksa ota-onaning pensiyasini farzandi yoki nabirasi olib beradi. Bu noqonuniy emas, agar hammasi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa. Lekin muammo shundaki, ishonchnoma muddat tugab qolgan bo'lishi. Undagi vakolatlar aniq yozilmagan bo'lishi yoki pensionerning o'zi tirikligi, yashash joyi va roziligi bo'yicha tasdiq talab qilinishi mumkin. Misol keltiraman. 78 yoshli otaxon qishloqda yashaydi, o'g'li shaharda. O'g'li har oy bank kartadan pensiyani yechib, dori-darmon olib boradi. Agar karta otaxon nomida bo'lsa, lekin undan doim boshqa odam foydalansa, bank xavfsizlik nuqtai nazaridan operatsiyani tekshirishi mumkin. Agar ishonchnoma bo'lmasa yoki muddati o'tgan bo'lsa, kelajakda o'g'il pulni olishda qiynaladi. Bu yerda maqsad farzandni ayblash emas, firibgarlikning oldini olish. Chunki amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Pensioner vafot etgan, lekin qarindoshlari bir necha oy pensiyani yechishda davom etgan. Keyin bu summa ortiqcha to'lov deb topilib, qaytarib undiriladi. Uchinchi masala bu vafot etgan shaxs nomidan pensiya olinishi. Juda og'ir, lekin ochiq aytish kerak. Agar pensioner vafot etsa, bu haqda tegishli organlarga xabar berilishi kerak. Fadaya ma'lumoti tizimga tushmaguncha yoki kech tushsa, pensiya yana bir oy kartaga o'tib ketishi mumkin. Qarindoshlar baribir kelibdi, ishlatib yuboraylik deb o'ylasa, bu keyin muammo bo'ladi. Chunki davlat ortiqcha to'langan pulni qaytarishni talab qiladi. Masalan, bir pensionerning oylik pensiyasi 1.500.000 so'm bo'lsa, vafotidan keyin 2 oy pul tushsa, 3 million so'm ortiqcha to'lov yuzaga keladi.
Qarindoshlar bu pulni dafn marosimiga ishlatgan bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy tomondan bu pul noto'g'ri olingan hisoblanadi. Keyin ijro hujjati keladi. Bank hisobidan ushlab qolinadi yoki merosxo'rlardan talab qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Birinchi navbatda pasport yoki ID kartasi muddati tugagan pensionerlar. Agar hujjat eski bo'lsa, almashtirish muddati kelgan bo'lsa, keyin qilaman deb yurmaslik kerak. Chunki hujjat muddati tugashi bank xizmatlariga ham, pensiya ma'lumotlariga ham ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa chet elga ketgan yoki uzoq vaqt chet elda yashayotgan pensionerlar. Agar odam O'zbekistonda pensiya olib, lekin o'zi uzoq muddat boshqa davlatda yashasa, ayrim holatlarda tasdiqlash, yashash holati hujjat va ariza talab qilinadi. Ayniqsa pensiyani boshqa shaxs olib turgan bo'lsa savol ko'payadi. Uchinchi toifa nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu to'lovlarda hujjatlar doimiy yangilanib turishi kerak bo'lgan holatlar bor. Nogironlik guruhi muddati, tibbiy xulosa, o'qiyotgan farzandning ma'lumotnomasi, oilaviy holatdagi o'zgarishlar juda muhim. Agar bola 12 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani tasdiqlanmasa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. To'rtinchi toifa qarzdorligi bor pensionerlar. Aliment, kredit, kommunal qarz, sud qarori, jarima yoki ijro hujjati bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish masalasi paydo bo'ladi. Odamlar ko'pincha pensiyaga tegishmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim turdagi qarzlar bo'yicha qonunda belgilangan tartibda ma'lum foiz ushlab qolinishi mumkin. Hammasi birdan olib qo'yilmaydi. Lekin pensioner kutgan summadan kam pul tushsa, sababini aniqlash kerak. 5-toifa bank kartasini boshqa odamga bergan pensionerlar. Men buni juda ko'p ko'raman, pensioner kartasini. PIN kodini farzandiga, qo'shnisiga yoki tanishiga beradi. Keyin pul yo'qolsa, kim yechganini aniqlash qiyinlashadi. Bank uchun PIN kod bilan qilingan operatsiya ko'pincha karta egasining roziligi bilan qilingan deb qabul qilinadi. Shuning uchun kartani hech kimga berish kerak emas. Agar pensioner o'zi yura olmasa, ishonchnoma yoki bankning qonuniy vakillik tartibidan foydalanish kerak. Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, bank kartasi o'z nomida bo'lsa, pasport muddati o'tmagan bo'lsa, yashash manzili to'g'ri bo'lsa, pensiya tayinlanishiga asos bo'lgan hujjatlarda o'zgarish bo'lmasa, odatda qo'rqishga asos yo'q. Pensiya o'z vaqtida kelishi kerak. Yana bir bor ta'kidlayman. Gap hammaning pensiyasi kesilishi haqida emas. Gap tartib kuchaygani, tekshiruvlar aniqroq bo'lgani va hujjatsiz, noto'g'ri muddati o'tgan holatlar endi ko'proq muammo tug'dirishi haqida ketmoqda. Masalan, 65 yoshli ayol pensiyasini o'z kartasiga oladi. ID kartasi yangi, bankdagi telefon raqami o'ziga tegishli, yashash manzili o'zgarmagan, hech qanday qarzi yo'q. Bunday holatda u shunchaki pensiya tushishini kuzatadi. Bank SMS-larni tekshiradi va hujjatlarni tartibda saqlaydi. Xavotirga tushib, keraksiz joylarga yugurish shart emas. Eng katta nozik jihat telefon raqami masalasi. Ko'p pensionerlar bank kartasini olganida telefon raqamini farzandining nomeriga ulatgan bo'ladi. Bir tomondan bu qulay. Farzandi SMS'ni ko'radi, pul tushganini biladi. Lekin boshqa tomondan ayrim tasdiqlash kodlari, bank xabarlari, xavfsizlik ogohlantirishlari pensionerning o'ziga emas, boshqa odamga boradi. Agar farzand halol va ishonchli bo'lsa ham, huquqiy jihatdan bu xavf tug'diradi. Telefon raqami yo'qolsa, SIM karta boshqa odamga o'tsa, pensionerning puli xavf ostida qoladi. Yana bir nozik masala familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda yoki ajrashganda familiyasi o'zgaradi. Lekin pensiya hujjatlarida eski familiya, bankda yangi familiya, tibbiy hujjatda yana boshqacha yozuv bo'lishi mumkin. Bu muammo bo'lmaydigandek tuyuladi, ammo tizim solishtirganda xato ko'rsatadi. Shuning uchun barcha hujjatlar bir xil bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat vaqtincha ro'yxat va doimiy ro'yxat. Pensioner bir viloyatda ro'yxatda, lekin boshqa viloyatda yashayotgan bo'lsa, pensiya bo'limi bilan aloqa uzilmasligi kerak. Ayniqsa naqd pul yetkazib berish yoki ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq holatlarda manzil muhim. Agar odam ko'chib ketgan bo'lsa, lekin eski manzil bo'yicha ko'rsatilayotgan bo'lsa, to'lov yoki xabarnoma noto'g'ri joyga ketishi mumkin. To'rtinchi jihat plastik karta muddati. Bank kartasining muddati tugasa, pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin karta orqali foydalanish qiyinlashadi. Ko'pchilik buni pensiya to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turadi. Faqat karta yangilanishi kerak.
Bunday holatda bankka borib, yangi karta ochish yoki mavjud hisobni yangilash kerak. 5-jihat firibgarlar. İmbiyul pensiya, nafaqa, kompensatsiya. Qo'shimcha to'lov degan xabarlar tarqalgan paytda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz to'xtamasligi uchun kodni ayting. Kartangizni qayta ro'yxatdan o'tkazamiz. 1 iyuldan pulingiz blok bo'ladi deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, PIN kodni aytmang. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Birinchi qadam hujjatlarni tekshiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi amal qilayotganini ko'ring. Tug'ilgan sana, ism, familiya, otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi tekshiring. Agar xato bo'lsa, mayli keyin demang. Tuman yoki shahar migratsiya bo'limiga, FDYga yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Ikkinchi qadam bank ma'lumotlarini tekshiring. Pensioner qaysi bank orqali pensiya olayotgan bo'lsa, o'sha bankka borib karta muddati, telefon raqami, hisob holati va SMS xabarnoma kimga ulanganini aniqlang. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan almashtiring. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bankdan qonuniy vakillik tartibini so'rang. Hech qachon shunchaki kartani va PIN kodni boshqa odamga berib qo'ymang. Uchinchi qadam, ishonchnomani tartibga keltiring. Agar pensiyani farzand yoki boshqa shaxs olib berayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma bormi? Muddati o'tmaganmi? Unda bankdan pul olish, hisobni boshqarish, pensiya masalalarida murojaat qilish vakolati aniq yozilganmi? Tekshiring. Ishonchnomada umumiy gaplar bo'lsa, ba'zan bank yoki idora qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusga borayotganda nima uchun kerakligini aniq ayting. 4-qadam pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya kechiksa, darhol davlat pensiyani kesibdi deb vahima qilmang. Avval bank hisobiga pul tushgan-tushmaganini tekshiring. Keyin tuman pensiya bo'limiga boring yoki rasmiy murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa ishonchnoma, telefon raqami va kerakli hujjat nusxalarini olib boring. 5-qadam yozma ariza qoldiring. Og'zaki so'rash yetarli bo'lmaydi. Agar to'lov to'xtagan, kam kelgan yoki ushlab qolingan bo'lsa, sababini yozma ravishda so'rang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oyda kelmagan yoki kamaygan. To'lov kechikishi yoki ushlab qolinishining huquqiy asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlang, qabul qilingan sanasi yoki ro'yxat raqamini oling. 6-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Agar pensiya odatdagidan kam tushsa, ijro hujjati bor yo'qligini aniqlang. Majburiy ijro byurosi bank yoki pensiya bo'limidan ma'lumot so'rash mumkin. Ba'zan odam eski jarima yoki sud qaroridan bexabar bo'ladi. Masalan, 2 million so'mlik qarz bo'yicha har oy pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Bunday paytda qarzni tan olmasangiz, sud tartibida e'tiroz bildirish kerak. Agar qarz haqiqatan bor bo'lsa, to'lov jadvalini aniqlab oling. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga kimdir telefon qilib, 1 iyuldan pensiyangiz blok bo'ladi, hozir kodni ayting desa, darhol aloqani uzing. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Telegramdagi noma'lum havolalarga kirmang. Pensiyangizga qo'shimcha pul tushadi, anketani to'ldiring degan havolalar ko'pincha karta ma'lumotini o'g'irlash uchun ishlatiladi. 8-qadam, oilaviy nazoratni to'g'ri yo'lga qo'ying. Farzandlar ota-onasining pensiya masalasini bilishi yaxshi, lekin bu nazorat hurmat bilan bo'lishi kerak. Pensionerning roziligisiz kartasini ishlatish, pulini olib qo'yish, men bilaman deb o'zini chetga surish noto'g'ri. Pensiya bu pensionerning shaxsiy daromadi. Agar ota-ona yordam so'rasa, hujjatli va shaffof yordam bering. Birinchi misol, 70 yoshli pensionerning kartasi iyul oyida muddatini tugatadi. U buni bilmaydi. Chunki kartaning old tomonidagi sana mayda yozilgan. Pensiya hisobga tushadi, lekin u bankomatdan pul yecha olmaydi. U pensiyamni berishmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo karta muddatida. Yechim oddiy, bankka boradi, yangi karta oladi, pulidan foydalanadi. Agar oldindan tekshirganda bir kun ham ovora bo'lmasdi. Ikkinchi misol, nogironlik nafaqasi oluvchi fuqaroning tibbiy xulosasi muddati tugagan. U qayta ko'rikka vaqtida bormagan. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu yerda davlat uni jazolayotgani yo'q.
shunchaki nafaqa tayinlanishiga asos bo'lgan hujjat yangilanishi kerak. U tibbiy ko'rikdan o'tadi. Hujjatni topshiradi, keyin masala tartibga tushadi. Lekin kechiksa bir necha hafta yoki oy pul kutishga majbur bo'ladi. Uchinchi misol. Pensioner ayol chet eldagi qizining yoniga 6 oyga ketgan. Pensiyani O'zbekistondagi o'g'li kartadan olib turgan. Bank operatsiyalarini tekshiradi. Pensiya bo'limi qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, ishonchnoma bor bo'lsa, pensioner tirikligi va roziligi tasdiqlansa, muammo hal bo'ladi. Agar hujjat bo'lmasa, to'lov bo'yicha savollar ko'payadi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba bugun 5 yoshga to'lgan, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirmagan. Tizim uni endi voyaga yetgan deb ko'radi va to'lovni davom ettirish uchun asos so'raydi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlasa, to'lov davom etishi mumkin. Agar o'qimasa yoki sirtqi bo'lsa, tartib boshqacha bo'ladi. Shuning uchun yoshga bog'liq to'lovlarda hujjatni kechiktirmaslik juda muhim. 5-misol. Pensionerning kommunal qarzi bo'yicha sud qarori chiqqan. U buni bilmaydi, chunki xabarnoma eski manzilga ketgan. Bir kuni pensiyasi 300 ming so'mga kam tushadi. U bankni ayblaydi, pensiya bo'limiga jahli chiqadi. Tekshirsa ijro hujjati borligi ma'lum bo'ladi. Bunday holatda avval qarorning nusxasini olish, keyin agar norozi bo'lsa, belgilangan tartibda shikoyat qilish kerak. Demak, 20 iyuldan keyin eng yomon xabar shuki, hujjatlari tartibsiz, kartasi muddati o'tgan, ishonchnomasi yo'q, qarzdorligi bor, nafaqa asosini tasdiqlovchi hujjatlar yangilanmagan pensionerlar muammoga duch kelishi mumkin. Lekin yaxshi tomoni ham bor. Bularning ko'pini oldindan hal qilish mumkin. Hujjatni tekshiring. Bank kartasini yangilang. Pensiya bo'limi bilan aloqani uzmang. Yozma ariza bilan murojaat qiling va firibgarlarga ishonmang. Ekspert sifatida sizga eng asosiy tavsiyani beraman. Pensiya masalasida o'zi bo'lar degan yondashuv xavfli. Har bir hujjat, har bir raqam, har bir ariza muhim. Bugun tekshirib qo'ysangiz, ertaga pensioner ota-onangiz navbatda sarson bo'lmaydi. Puli kechikmaydi. Oilada asabiylik bo'lmaydi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiya kechikkanmi, karta bloklanganmi, ishonchnoma talab qilishganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish ko'p odamni katta muammodan saqlab qolishi mumkin.